Assalomu alaykum. Siz Koreya kosmetika sirlarini yuz parvarish haqida barcha ma'lumotlarni aytib o'tadigan Komux.uz kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz azizlarim. Siz ham ba'zan yuz parvarishlaringizni oldida turib olib, xo'sh, husnbuzarga yoki quruqlik uchun biror bir narsa kerakmikin? Agar ularni birgalikda ishlatsam bo'ladimi? Agar bularni birga foydalansam yuzim quritib yubormaydimi? Qizartirmaydimi? Qanaqadir muammo chiqarmaydimi deb o'ylaysizmi? Asosan, agar siz o'zingizni teri parvarishini qilish mahsulotlarini tanlay olmaysizmi? Biz esa buni yechimini o'ylab topdik. Endi Komixda yangi naborlar. Bugun men sizga Komixdan tayyor bo'lgan ajoyib va zo'r qulay bo'lgan naborlar to'plamini ko'rsataman. Bu nabor to'plamlari juda ham oson va siz o'zingizga juda ham ko'p vaqt yo'qotishingiz shart emas. Ko'pchilik duch keladigan muammo shundaki, ular teri parvarish qilish vositalarini tasodifan sotib olishadi. Ular bitta mahsulotlarni, demak deylik, ugrik uchun, ikkinchisi esa quruqlik uchun olishsa, uchinchisini shunchaki TikTokda, Instagramda reklama bo'lgan mahsulotlarni sotib olishadi. Va natijada yuz teringizda tartibsizlik paydo bo'ladi. Masalan, yuzingizni qurib ketishi, qizarishi, har xil yog'li toshmalar va yuzimizdan yog' ishlab chiqarilishlari paydo bo'ladi. Bizning to'plamlarimiz esa bu mahsulotlar bir-biri bilan birga ishlaydigan, demak bir-biri bilan foydalansangiz har xil toshmalar toshirmaydigan, balki birgalikda ishlaydigan juda ham yangi o'ylab topilgan to'plamlardir. Komixda judayam ajoyib formatda naborlarni o'ylab topdik. Turli xil terilar uchun, turli xil teridagi muammolar uchun tayyor bo'lgan naborlar. Masalan, agarda siz tarkiblarni birga tushunmasangiz, tushunishni xohlamasangiz yokida kombinatsiya bilan hatto qilishdan qo'rqsangiz, demak bir-biriga mos bo'lgan mahsulotni tanlay olmasangiz va 100 ta banka emas, balki bitta mahsulot bilan juda ham ideal holatni xohlasangiz yokida juda ham ajoyib sovg'a qidirayotgan bo'lsangiz, bu siz uchun idealdir. Va eng yaxshi tomoni shundaki, to'plamlar allaqachon mantiqiy ravishda tashkil etilgan bo'lib, ularni har kun takrorlash oson bo'lgan parvarish bosqichlaridan mavjuddir. Birinchi to'plamimiz bu muammoli teri uchun husnbuzarga qarshi. Bu to'plamlarimiz nima vazifani bajaradi? Toshmalar bilan kurashadi, yog'li porlashlarni yo'q qilib beradi va hattoki yuzimizdagi qora nuqtachalar bilan ham kurashadi. Undan tashqari yallig'lanishga ham qarshidir. Ushbu to'plamimiz yuz terimizni muloyimlik bilan tozalashga, yallig'lanishni kamaytirishga va teringizni rangini asta-sekin tekislashga yordam beradi. Husnbuzarga qarshi mahsulotlar bo'lgan kabi yuz teringizni quritib yubormaydi. Agar teringiz sezgir bo'lsa, bu davolanishga agressiv emas, balki muloyimlik bilan boshlash uchun ideal nabordir. Ikkinchi to'plamimiz bu yuz teringiz quruq va barrierni tiklash uchun bo'lgan Lagon brendidan. Bu to'plamimiz nima vazifalarni bajarib beradi? Agarda yuz teringiz quruq bo'lsa va yuzingiz juda ham qattiq bo'lib ketib, qurishni boshlayotgan bo'lsa va hamma narsaga yuz teringizda reaksiya paydo bo'layotgan bo'lsa, ushbu nabor siz uchundir. Bu to'plamimiz haqiqiy tinchlantiruvchi to'plam hisoblanadi. Bu yuz terimiz to'siqlarini, barrierni tiklashga yordam beradi. Terimizni yumshoqqina va xotirjam qiladi va siz bu to'plam bilan kun davomida yuzingizni namligini his etib turasiz. Uchinchi to'plamimiz Skin Madagascar brendidan xiralik, yorqinlik va tenglik uchun bo'lgan to'plamdir. Menda husnbuzar yo'q, lekin yuzim biroz xiraroq va charchagan ko'rinadi va husnbuzardan keyingi ko'plab izlar bor deganlar uchun mos ideal to'plamdir. Bu to'plam quyidagi vazifalarni bajarib beradi. Yuz teringiz rangini yangilab beradi, husnbuzardan keyin izlarni kamaytirib beradi va teringizga yorqinlik qo'shadi. Hattoki bo'yanishga ham yuzingizni yanada chiroyli ham ko'rsatib beradi. To'rtinchi to'plamimiz esa qarishga qarshi bo'lgan to'plamimiz bu Roundlab brendidan. Bu to'plamimiz maxsus sevgi hisoblanadi. Bu qattiqlik va qarishga qarshi parvarish uchun juda ham ideal to'plam hisoblanadi.
Bu to'plamni vazifalari yuz terimiz tuzilishini yaxshilab beradi, yuzimizni silliq qiladi, ko'rinishini yaxshi qiladi va ajinlarga qarshi parvarishlarni beradi va qimmatbaho chiroyli effekt beradi yuzimiz uchun. Shuningdek, masalan, ajoyib bo'lgan tozalovchi to'plamlarimiz ham bor. Masalan, Roundlab brendidan Soyben Pantone Cleanser lineykasidan o'yili va penkasi bu birga ikkalasi va o'sha mashhur bo'lgan Roundlab lineykasidan 10-25 demak doktor lineykamizni balimi va penkasi bular ham ikkalasi birga xarid qilib olsangiz bo'ladi. Undan tashqari va hamma yuz terisiga mos bo'lgan Birch lineykamizdan ajoyib to'plamga nimalar kiradi? Demak, penkasi, toneri, sivrtkasi va yangi kelgan kremi. Yangi chiqqan kremimizda bilasizlar, gialuronkasi bor tarkibida va surishga juda ham qulay, demak, gigiyenistiga qulay bo'lib suriladi va to'plam ichida lablarimiz uchun ham parvarish bor, ajoyib bo'lgan o'zining kislari bilan birga. Har bir to'plam ajoyib narxda. Bu to'plamlarni xarid qilib olayotganingizda ajoyib skidkalar bilan xarid qilib olishingiz mumkin. Undan tashqari siz juda ham ideal parvarishga ega bo'lasiz. Agarda siz bizni saytimizdan birinchi marta xarid qilib olayotgan bo'lsangiz, siz yana 10% chegirmaga ega bo'lasiz birinchi xaridingiz uchun. Bu ko'rsatgan naborlarim hammasi veb saytimizda tayyor, uje qilib qo'yganmiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing va bizga podpisatsiya bo'lib oling kanalimizga. Sizda qanaqadir juda ham ajoyib bo'lgan savollaringiz bo'lsa, tushunmagan joyingiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Men sizga javob bersam juda ham xursandman va mamnunman. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr azizlarim.